Katta ballani mashina qapqara Gentra'nın pulundan Vaz 2107'ni restyling etdim. İkinci kısım. Mashina 100% kraska yapmamız olsun. Şıkkatırında giyim o'zgartirib, mashina özüm shumga urishga qaror etdim. Eng qizig'i men umrimda shumga bosib ko'rmayman. Basmasam da bosishni boshladim. Tez ochib ketdi bu qarab qo'ying. Shumga bosmasdan elde suvni yaxshilab ko'pirtirib, shumga bosadigan joylarimni yaxshilab yuvib oldim. Keyin esa trapkin oldimda chist yazib serib chiqib, fenlab quritib oldim. Va nihoyat bismillah dedim da qasirda shumga urishni boshladim. Boshida ozgina qiynaldim, keyin esa o'rganib ketdim. Xullas mashina bagajini, salonni hammani yaxshilab shumga urib bo'lgandan so'ng ey xudo shukr deb o'tiraverdim. Ikkinchi sloni kim uradi? Oysha xalam urami degan ovoz keldi. Keyin bordim ikkinchi slon shumga keldim. Mashina videoga tushganda chiroyli tursin deb vaqtincha diskalarni qistirib qo'ydim. Nolidini motorning ovozini bilasiz, salonning ichine dimjolli beradi. Motorning ovozi kelmasin deb motor tarafa dim qalin shumkadan urdik. Mashina chiqqandan so'ng mashina elektromobil deb o'ylamanglar. Ikkinchi slondan bir amallab ham yerni o'zim urdim. DJ Kadim Ravshan ammo boshqacha ko'zlar bilan qarab qo'ydi. No deganda bilmay qo'yarsizlar ham bo'ladi. Albatta Hazil Ravshanama katta rahmat. Montaj ishlaridan polностью o'zi ishladi. Bu hech qanday reklama emas, lekin Ravshanam chalni Nolidini tushunadi odam yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Nolidi bilan polni so'zlashadi. Men esa fursatdan foydalanib eshiklarni, krellarni shumkani bosib tashladim. To'g'risini aytsam, eshik bilan krellar shumka urish vobshe ansat ekan. 1 soat ichida 4 eshik, 2 krellar shumkani bosib tashladim. Shuncha mehnatimizga bir dona like bosib, kommentariyaga qancha so'm pul ketganini yozib qo'ysangizlar bo'ladi. Keyingi videomizda lyukni shatib qo'yganimizni aytib beraman. Tez kunda shahar ko'chalarida legenda paydo bo'ladi. O'zbek tilini tanlash uchun esa nolni bosinglar.